Yurtimizda ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, yoshlarni yetuk va barkamol qilib voyaga yetkazishda davlat siyosati darajasida islohotlar hayotga tatbiq etilmoqda. Xabaringiz bor, 2025-yilning dekabr oyidan boshlab respublika miqyosida hokim sovrini olimpiadasi o'tkazilgan edi. Toshkent shahar hokimligida g'oliblarni taqdirlash marosimi hamda Toshkent tajribasi loyihasining taqdimoti bo'lib o'tdi. Toshkent shahar hokimligi, Xalqaro Nordik universiteti, ICT ta'lim markazi va Toshkent shahar maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamkorligida umumta'lim maktablarida ta'lim sifati hamda o'qituvchilar malakasini yangi bosqichga ko'tarishga qaratilgan davlat loyihalari davom etmoqda. Bunda shahar maktablaridagi pedagoglar mahoratini yanada oshirish va o'quvchi yoshlarning aniq fanlarga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirish hamda ilg'or tajribalarni amaliyotga tatbiq etish dolzarb masalalardan biridir. Bunda hokim sovrini kabi ko'rik tanlovlarning o'tkazilishi ustoz va murabbiylarga rag'bat bo'la oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, hokim sovrin olimpiadasi doirasida Toshkent shahridagi matematika va fizika fani o'qituvchilaridan tashkil topgan 1613 nafar ishtirokchilar o'rtasida 2 bosqichda musobaqalar tashkil etilgan bo'lib, unda 6 nafar g'olib o'qituvchilar aniqlandi. Tashkil etilgan tantanali tadbir davomida Toshkent shahar hokimligining mas'ullari, oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilari, maktab direktorlari hamda fidoyi ustoz murabbiylar ishtirok etdilar. Marosim davomida g'olib o'qituvchilarga maxsus sertifikatlar va xorijda malaka oshirish hamda o'zaro tajriba almashish uchun yo'llanmalar taqdim etildi. Shuningdek, Toshkent shahar hokimining qaroriga muvofiq Toshkent tajribasi loyihasi doirasida shahardagi 12 ta tumanda joylashgan maktablarga tajriba sinov tariqasida komplekt o'quv inventarlari ham topshirildi. Mazkur loyiha Toshkent shahridagi 12 ta umumiy o'rta ta'lim maktablarida har bir tumandan bittadan tanlab olindi. Bu tajriba aynan 7-11 sinflar doirasida tashkil etilmoqda. Mazkur loyiha Toshkent shahrida birinchi marotaba joriy etilyapti va undan ko'zlangan asosiy maqsad esa kelgusida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, o'quvchilarni maktab yoshidanoq turli yo'nalishlarda, ya'ni o'zlari ma'lum bir qiziqtirgan yo'nalishlarida kasbga tayyorlash va oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish ko'rsatkichlarini yanada yaxshilashdan iborat. Qisqa qilib aytganda, ularni bugungi global hayotdagi ko'nikmalarini yanada mustahkamlash va ularni ijtimoiy moslashuvchanligini oshirishdan iborat. Bu Toshkent tajribasi loyiha asosida o'quvchilarimiz 5 ta yo'nalish bo'yicha o'quvchilar jalb qilingan bo'lib, o'sha mahalliy byudjet tomonidan barcha sharoitlar yaratib berildi. O'sha moddiy texnik bazasi yaxshilandi, maktabimizda o'qituvchilarimizning salohiyatlari yuqori darajaga erishildi. Maktabimizning moddiy texnik bazasini yaxshilash sifatida Toshkent tajribasi loyihasi davomida bizda mana 5 ta interaktiv panel, konditsionerlar va kompyuter jamlanmasi bilan ta'minlandi. Bu yana ham maktabimizdagi o'quvchilarning ta'lim sifati oshishiga, o'qituvchilarimizga bir chiroyli motivatsiya bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra 2026-2027 o'quv yilida Toshkent tajribasi loyihasi joriy etilgan maktablar sonini 24 taga yetkazish maqsad qilingan. Sardor Mirfuzalov, Nurdavlat Ilyosov, Poytaxt.